bo'rilar. Nimaga? Charchamayapsizlarmi? Nimaga? Qarang, videolarda ko'rdim. Endi to'g'ridan to'g'ri nima bo'lganini bilmayman. 1000 marta eshitgandan ko'ra 1 marta ko'rgan yaxshi. Nima bo'layotganini siz ko'rsatib bering xalqqa. Qani nima bo'lgan? Lekin oldin boshmaylar, bitta gap aytib qo'yay. Mana shu bolani oddiy mana shu yerda xalqda qiynalib yurgan o'nlab, 20 lab insonlarga yordam qilganini men o'zim ko'rganman ko'zim bilan. Oddiy mana shu xalqdagi insonlarga mana shu bola yordam qilganini ko'zim bilan ko'rganman. O'zi mana shu bugunda yordamga muhtoj bo'lib qoldi. Bitta eshitaylik odamlar, bitta eshitaylik. Eshitaylik. Faqat varaqasini ko'rsatmang, blok qiladi. Ankara bir bolalarni ko'rsatmang. Bo'ldi. Ha, bo'ldi, bularni ko'rsatmayman. Yana bekitib qo'yapsizlar, yana bekitib qo'ydilar. Eshitinglar. Assalomu alaykum. Oching kamerani. Voy, yuzingizni oching, Navruzbek bekityapsiz, ukam. Yuzim ochiq-ku. Ha, bo'ldi. Bas siz o'zingiz bekitmasiz bekilmaydi. Ha, bo'ldi. Endi yaxshimi? Qanday endi yaxshi? Yana ham yo'qsiz. Tushuntir, aziz tushuntir. Ekranda ezing, kamerani tagida qizil tushadi, qizilni ezib qo'ying, bo'ldi, o'zingiz bekitmasangiz bekilmaydi. Yo'q, qani telefonim. Telefonda emas u. O'zingiz bekityapsiz. Yo'q, Azizbek aka, Alloh guvoh, ezganim yo'q, mana bizda ko'rinyapti lekin, hozir ham bitta ko'rasiz. Voy, sizda ko'rinib turibdi, qizilni ezib qo'ying, o'sha qizilni. Rahmatni esdim-ku. Hozir. Ezyapmiz mana bitta videoga olib qo'yganda mana shu holatda. Klipda ko'rinyapti. Hozir bizda ko'rinyapti-ku. Navruzbek. Shunday katta efiringizda oching. Aziz, sen ham katta efiringni och. Och. Xo'p bo'ladi. Och. Xo'p bo'ladi. Demak, podpiska to'xting, tortaman. Ha, tortib tort. Oching. Boshqatdan katta. Qotib qolyapti, telefonim yaxshi emas-da. Assalomu alaykum. O'zingiz ham qotyapsiz. Qotib qo'yapti. O'sha svязь yaxshimi? Assalomu alaykum, qurollar yaxshimisizlar? Sonlar yaxshimi? Tuymisiz? Charchamayapsizlarmi? Zo'r, Allohimga shukr. Tanjonlar sog'mi? Hayitlar bilan yana bir bor uzr, lekin yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Navruzbek, sog'lik qanday? Allohimga shukr, og'ajonim yaxshi bo'lyapti. Allohga shukr, og'ajon. Og'ajon, o'sha men 7 yil oldin Rossiyaga ishlagani borganimda furada guruchchi bo'lib ishlaganman-da, ro'xli borgan, endi buni furada ishlagani biladi, fura uzun bo'ladi. Men ro'xlida yuk olib chiqib, olib kelardim. Masalan, furani orqasiga olib kelardim, ana karra olib kirib ketardi. Kartoshka, piyoz, sabzi, karamlar kelardi. O'shada sal ehtiyotsizligim oqibatida o'sha furani orqasida yiqilib tushganman. Beldan pastga o'sha payt 7 yil oldin beldan pastga og'ir yuk tushgan. Oyoqlarida nerv sistema, pay sistemalari qisilgan, uzilgan. O'sha paytda doktorlar operatsiya qilamiz deyishganda mablag' yo'qlik qilganda, e'tiborsizlik qilganman. Yosh bo'lganman va o'shaning uchun o'sha rivojlanib boruvchi pay kasalligi ekan. O'sha rivojlanib boruvchi pay kasalligi, bu narsani o'sha anchadan beri doktorlar ko'rinib yuribman-da, keyin Turkiyaga ham bordim. Turkiyaga ham borganimda ham yana operatsiya qilasan deyishdi. Endi bir savol. Navruzbek. Videolaringizni ko'rganman. Ko'rmaganman desam, yolg'on gapirgan bo'laman. Videolaringizda oyog'ingizni bunday qiyshaytirib olingan kadrlar men o'ylardim, meni fikrim. Video uchun prosta deb o'ylardim. Rostdan shundaymi yo'q? Rostdan shunaqa, Sardor og'a, rostdan shunaqa. Oyoqlarda rivojlanib boruvchi pay kasalligi. Iloji bo'lsa, 1000 gapirgandan ko'ra bitta ko'rsatgan yaxshi. Bitta shorticha kiyib, oyog'i shunday turib ko'rsating qani nima bo'lgan? Ani ko'raylikchi. To'g'rimi yo'qmi Aziz? Misol xalq ko'rsin demoqchiman-da, ko'zi bilan. Shunday xalqqa endi yordam beraylik. Agalar bitta ko'raylikchi, shoshilmanglar, bitta ko'raylik-a. Bitta ko'raylik. Qani bitta ko'raylikchi. Men xudo haqqi mana videoda ko'rgan paytim bularni stili shunaqa-ku, videolar qo'yadi odamlar azoblar. Ana shunaqa bir stilda shunaqa qiladimikan deb o'ylardim. Rostdan nogiron bo'larmikan? Qani bir ko'raylikchi. Bitta shorti bo'lsa, shorti kiyinchi. Bo'ldi, hozir shortigim kiyib. Bir marta bitta bolacha ehson yig'ayotgan paytda ulanib qolganman aziz bu bolaga. O'zi mana shunday nogiron bo'lsa ham bitta bolacha ehson yig'ib o'tirgan ekan, qara.
Bunday Ko'ryapsanmi? O'zi nogiron ekan qo'pol bo'lib. ular blok o'qitda sen bilan bizga yetmasdi. Profilim blok bo'lib ketdi Instagram'im. Instagramda yaxshi edi bular. Instagram. Ketdi dedi. Hech narsa qilolmayapman dedi. Ayasi keldi, o'zi keldi, xotini keldi, mehmon qildim, dedi bir o'tirdik. Akalar bu bola yaqin 6-5 oyda ichidan beri mana shu xalqimizni ichida qiynalgan odamlarga hech qanday 5% hech qanaqa bir o'ziga pul ishlamasdan qiynalgan xalq Ayakta bo'ltirish qilganda rost ekan. Bo'ldi, o'zi unamay, bo'ldi. Qarang, Navruzjon. Xo'p. Mana oldingizdagi qiz mana siz bilan videoga chiqib yuradigan qizmi? Aha, ayol Qarang. Doktorlar bormi mana shu oyog'ingizni davolab soppa sog'lom qiladi? hozir Turkiyadagi doktorlar, Rossiyadagilar aytyaptiki, garantiya bermayapti, lekin Turkiyadagilar Xudo xolasa inshaalloh hozir 80% paylar beldan pastga harakat cheklanyapti. Ana qancha menga yiqilish mumkin emasda, qancha yiqilgandan sari shuncha suyaklar mo'rtlashib, pay nerv sistemalar qisilib uzilyapti. O'shaning uchun anaqa qilish kerak. Operatsiya qilish kerak deyapti Turkiyadagi doktorlar. Qancha ketar ekan? Operatsiyani hozir 14 ming deyapti, 14 ming dollar deyapti. Istanbulda, Anqarada 17 ming deyapti. Turkiyadagi doktor diagnozlari ham bor, qog'ozlari ham bor. Nogironlik qog'ozi ham bor. Qarang, o'zingizni ozgina bo'lsa ham yig'ib qo'ygan pulingiz bormi? Bor og'ajon. 56 million yig'dik biz. So'mda 56 million, ha? 56 million so'm yig'dik. Aha. Akalar, opalar, fikrlaring qanday? Nima deysizlar? Sizlar nima desanglar o'sha bo'ladi. Xalq oliy sud, oliy hukm, xalq prezident men uchun. Nima desanglar shu bo'ladi. Nima deysizlar? To'g'ri. Xalq nima desa shu. Xalq nima desa shu bo'ladi. Ustunga kiyolay bir. Turkiya, Rossiyadagi doktor qog'ozlari bor do'stlarim. MRT, rentgen, fizioterapiya, misol uchun ortoped, nogironlik qog'ozi, doktorlar qog'ozi, kartalar, qanaqa hujjat kerak bo'lsa Madinaga yozsalaring berishadi do'stlarim. Allohga qasam do'stlar. O'zlaring ishonmayman, sizlarni o'zlaring kelib ko'ringlar do'stlarim. Anaqasi yo'q. Agarda sizlardan 1000 so'm sog'lom bo'lib turib, 1000 so'mlaringni olsam o'sha narsa buyurmasin do'stlar. Rostdan bir o'g'il bo'lganim uchun o'shancha iloji yo'q deyapman. Akam, ukam bo'lganda mayli edi, lekin ertadan keyin onamni, ayolimni boquvchisi manmanda. Imkoniyatimizdan kelib chiqdi do'stlarim. Oz bo'lsa ham birlashib turaylik. Bitta o'zimga qiyinlik qilyapti-da do'stlarim. Mana salkam mana bir oydan beri o'tiribmiz do'stlarim. Qiyin bo'lyapti-da. Shoshma qara, xalqni bitta eshitaymi, shoshma. Odamlarda, akalarda meni prezidentim xalq. Mana shu efirimda o'tirgan insonlarni amriga muntazirman. Nima deysa shuni qilaman. Men bu insonlarning quliman. Nima deysizlar meni opalarim, nima deysizlar meni akalarim, nima deysizlar? Yurakdan yozinglar faqat, tamom. Oxiratimiz uchun, Alloh uchun do'stlarim. Men bitta gapirmoqchiman va sizlar ovozingni o'chirib turaman, ha? Bir minut. Xo'p bo'ladi. Akalar, opalar, mana shu davramizda bu boladan ham qiynalgan, oyoq qo'li yo'q insonlar ham turgan bo'lishi mumkin. Lekin bizni qarshimizga shu insonni Alloh xohlagan uchun chiqardi. Tepada Xudo turibdi, shu vaqtgacha sizlarni bitta bir so'm pullaringga ikkilik qilgan bo'lamasman. Bundan keyin ham bu ishni qilmayman. Tanimayman. Itda tuhmat qilib, qolgan ehson yig'ilganlarga o'xshab betimga bochchaparlik qilib chiqsa ham yoki-da operatsiya ishlatmasdan boshqa ishga ishlatsa ham ehson Alloh uchun tashaladi. Ko'zlaring bilan ko'rdinglar.
sizlar agar davay desanglar, Xudo avalan berguvchi, biza sababchi. Bos ukam desanglar, sizlar qo'llasanglar, balkim bundan ham battar ahvoldagi insonni shunga zakot bersa, u insonni ham ana shunday shifosiga Allohim o'zi bir yaxshi davo qilar. Ro'za oyidamiz. Erta nasib Xudo xolasa katta bayramimiz. Nima deysizlar xalq? Meni prezidentim sizlarsizlar. Meni prezidentim sizlarsizlar. Sizlar davay desanglar, opalar gaz desanglar gazlaymiz. Gazmi? Hamma bir ovozdan, ha? Bosdikmi? Inshaalloh nasib soz qarab turinglar. Biz Oliy Kengash bilan kelishdik. Azbi, sizga ham ulab berganingiz uchun rahmat. Men tushaymi? Tursangiz, ha. Bo'ldi. Davay, o'tinglar hamma. Navro'zbek, Rahmat. Xudo xolasa $10,000 yetmayapti, to'g'rimi? Alloh, albatta do'stlarim, albatta Sardor og'a. Bitta savol bermoqchiman, faqat rostini aytasiz. Bering og'ajon. Tepamni Alloh ko'rib turibdi og'ajonim. Alloh Ya, qo'shib 1000 so'masam xoram bo'lsin og'ajonim. Demang, qarang. Farzandingiz bormi yo'q? Yo'q, farzandim yo'q do'stlar. Nima uchun farzand? Sardor og'a mana chunki yuk tushganda Sardor og'a men Allohdan yashiradigan narsamni bandasidan yashirmayman-da, men Allohning oldida to'g'ri bo'lsam, yuk tushganda Sardor og'a to'g'risi erkakligimga ham ta'sir qilgan. Beldan pastiga tushganda yuk. Belimdan pastiga tushgani uchun erkaklikka ham, baqa ham ta'sir qilgan. O'shaning uchun Qaranglar. hozircha yo'q, men 1 minut $10,000 kichkina pul emas, lekin ko'pchilikdan quyon qochib qutulmas. Men gapirib olay, gapirasiz, sizni eshitdik. Ko'pchilikdan quyon qochib qutulmas. Musofirda yurgan akalar, farzandsiz opalar, farzandsiz akalar, dardman aka opalar, hammalaringga ehsonning mukofoti ehson. Allohga qasam sizlar biron marta ikkilik qilmaganman. Hozir ham battle o'ynab, mana shu ehson qilmasdan soqqamni qilsam bo'ladi, lekin shu bolaga ro'zani oxirgi kunida xayrli sizlardan so'rayapman. Men bosh egib so'rayapman. Gatovmizmi? Kartalaring bormi? bor og'ajon bor. Tindirmasdan kartani qaytarasiz. Qaysi bank, qaysi ism, qaysi nomer atilni bosamiz. Donator akalar atagan sovg'asini sovg'a orqali uradi. Oddiy donat qilolmayotgan akali insonlar, opalar qo'lidan kelgancha ehsonni katta kichiga bo'lmaydi. Men katta gapirmayman. $10,000 sizga yig'ib beraman hozir deb. Qo'limdan kelgancha. Alloh rozi bo'lsin. Hisobmi? Kelishdikmi? Hisob. Alloh rozi bo'lsin Sardor og'a. Qarang. Tushgan pulni ko'rsatib turayotgan bor sizda. To'g'rimi? Bor og'ajonim, bor og'ajon mana. Qarang. Bismillahirrohmanirrohim. Qarang. Navro'zbek. Og'ajon. Kartangizni takrorlaysiz. Har bitta raund tugagan payti qancha summa tushganini bizga ochiq oydin aytasiz. Kam ham aytmang, ko'p ham aytmang. Kelishdikmi? Og'ajon mana hozir Sardor aka mana hozir bu yerda 4,500,000 bor. Mana 4 million ko'rsatsam bo'laveradimi? Blok kelmaydi, xudo xolasa. Bo'ldi, tamom, biz gapga ishonamiz, biz Xudoga ishonamiz. Tamom, biz shunday inson. 52 million yechib olganman, yana bu yerda 4,500,000 turibdi og'ajon. Mana Sardor og'a. Ko'rsatmang. Bo'ldi. Ko'rsatmang. Madinaxon, Hop. eringizni yaxshi ko'rasizmi? Ha, yaxshi ko'raman-da. O'shaning uchun do'stlar. Xudo xolasa eringiz yaxshi bo'lib ketadi. Bismillahirrohmanirrohim. Boshlandi akalar. Batilla tashing. Ayting karta raqamlar, boshlandi. Do'stlarim 59 59. yo'q, xudoyim. 98 60. 98 60 rahmat 08 25 79 93
59 23. Visa kartami? Xalq banki. Xalq banki mana Madina yo'q, o'zbek kartasi. Rahmat. Visa karta kerak. Vizanikini esimda yo'q. Rahmat. Viza 41 87 Hop, 80 hop. 0076 Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. 60 14 Agrobank Navruzbek Boynazarov chiqadi. Navruzbek chiqadi. Akalar, opalar, podpiska qaytaraman. Lavz yozgandan ko'ra savob ish qilyapmiz. Mana shu akani aytayotgan karta raqamini yozib tursanglar, mana shu ham savob. Podpiska bosaman deganlaring erta oxiratlaringga podpiskalaringiz bilan jannatga qarab tushirmaydi. Mana bu qilayotgan yordamlaring bo'ladi. Lavz yozaman, podpiska yozamandan ko'ra karta raqamini mabada qaytarib pastdan yozib turinglar. Boshlang, ayting. Alloh rozi bo'lsin meni tog'alarim. Aytib turavering, vizani ayting. Iloji bo'lsa vizani. 59 98 60. Vizani 41 87 Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. 41 87. 80 00 0076 60 14 Visa karta Agrobank Navruzbek Boynazarov chiqadi. Navruzbek Boynazarov. Rahmat, Alloh rozi Rahmat. bo'lsin. Qarang, bunday ayting karta raqamni. 98 60 0076 60 14. Ana shunaqa ayting-da. Tushundingizmi? To'rtta raqamida ayting. Adashib ketyapmiz. Sovg'asi borlar, ayamanglar, akalar. Visa karta 41 87 80 00 0076 60 14 Visa karta Navruzbek Boynazarov chiqadi. Rahmat. Joninglar sog' bo'lsin. Malades. Mana to'ppa-to'g'ri 41 87. Mashina kopirovat qilib chiqarib turinglar do'stlar, iltimos mana 41 87 80 00 00 76 60 14. Rahmat, kopirovat qilib turinglar do'stlar. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Tanjonlaring sog' bo'lsin. Alloh taoloxim hech qachon hech birlaringni muhtoj qilmasin. Dunyo turguncha turinglar. Rahmat, Allohim yerdagi elchilari, rahmat. Parvardigorim menga dard berib sinayapti. Hech birlaringga Allohim 10,000 so'mga bir kunda bitta bor-ku. Bir iflos odamni zaharlaydigan energetikani ichib qo'yamiz-da. Iltimos bee'tibor bo'lmanglar. 10,000 dan borku, katta summa yig'ilib ketadi. Kartaga qo'ldan kelgancha. Mayli 1 million emas, mayli 10 million tashlamang. 10,000 so'm tashlang, iltimos. Aka, savob bo'ladi. Ro'za kuniga katta savob. 87 80 00 0076 60 14 Visa karta Navruzbek Boynazarov chiqadi. Iltimos aka opalar qo'limizdan kiyimgacha rahmat. O'zbek kartasi ham, vizasi ham do'stlarim Boynazarov Navruzbek chiqadi. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Tanjonlaring sog' bo'lsin. Rahmat. Dunyo turguncha turinglar. Rahmat. Rahmat. Hammanglar ko'p yashanglar, umringlar uzoq bo'lsin. Do'stlar, Insonlar ajri Allohdan qaytsin. Bizdan qaytmasa Xudodan qaytsin. Farzandli bo'lib ketinglar, ser farzand bo'linglar, badavlat bo'linglar. Qo'shcha enamarka mashinalar mininglar. Hech kimdan kam bo'lmanglar, hech kimga zor bo'lmanglar, Alloh rozi bo'lsin. Gazini bosinglar, mashalloh. Malades tog'alar. Bossamiz, davay. 10,000 bo'lsa ham. 10,000 bo'lsa ham, davay, ketdik. 10,000 bo'lsa ham. Go. Ketdi o'g'lar. Humo katta humo. Ayturing, qanaqa kartangiz bo'lsa ayturing. kartasi ham bor do'stlarim. Iloji bo'lsa viza ayting. Karta 98 60. Visa 41 87 80 00 0076 60 14 Visa karta Navruzbek Boynazarov chiqadi. Agrobank. Ulangan nomeri 90lik. Hop.
90'lik O'zbek kartasi, O'zbek kartasimi Agrobank? Ey Xudoyim, Agrobankniki necha edi? 90'lik 535. Agrobankniki 90'lik 535 38 57. Mana ulangan. 90'lik 535 38 57. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Tanjolaring sog' bo'lsin, rahmat. Endi qarang. Umumiy hisobda qancha pul tushdi? Bitta qarang, hamma kattaga qarang. Do'stlar, hozircha Biriza bunday tutdi. hozircha mononga 9 million 149 ming. Alloh rozi rahmat. Yo'llang sog' bo'lsin. 9 ming. Xo'p, endi vizani bitta qarang. Viza bunday. Viza buni 1 sekundga chiqib qarasam maylimi Sardor og'a? 1 sekundga shuni kirib qarayman. Bunga chiqib qarang. Shuni chiqib qarayman. Rahmat. Kim tashlagan bo'lsa, nimaiki niyat qilgan bo'lsa, niyatiga yetsin. Qaranglar, shuncha yordam qilyapsizlar, qaranglar. 10 million pul tashlab qo'yibsizlar o'zi. Bir raundda. $50,000 bo'libdi. Rahmat. Ko'rdilarmi, toma-toma tog' bo'lur, toma-toma ko'l bo'lur. Mana shu qilayotgan ehsonlaring bizdan qaytmaydi, lekin Xudodan qaytadi. Sardor og'a, hozir mononga ulab olsak-chi. Sardor og'ani vizaniki anaqa Ko'rinmayapti. TikTokda anaqasi yongani uchun chiqmay qolyapti. Hozir yana bitta Qaranglar. Rahmat. Odam ko'ngillari yumshab. Sardor og'a, narigi telefonda yoqsa maylimi Sardor og'a? Qarang. Ishladimi? Bunday qiling. Navruzbek, gapimni eshiting. Hayajonlanmang. O'zingizni bosing. Chiqqan paytda VPNni o'chiringda, keyin kirib ko'ringda, keyin yoqingda, kiring qaytib. Qiyin emas-ku. Tavba qildim. VPNni o'chirib turamiz ekan. Bo'ldi, bu o'shancha ulanmayapti. VPNni o'chiring, bitta ko'ring. Qiyin emas-ku. Akalar davom etamiz. Davom etamiz opalar. Hamma davom etamiz. Hamma davom etamiz. Oz-ozdan toma-toma ko'l bo'lur. Toma-toma ko'l bo'lur. Endi biz oddiy bir bandamiz. Endi hayajonlanyapti-da, buncha odam ko'rmaganda. Endi ishlar. Sardor og'a yaxshimi? Endi ishlar. Ishladimi? Ha, endi ishlar. Sardor og'a $154 tushibdi. $154. Alloh rozi bo'lsin. Alloh rozi bo'lsin. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Ehson qilib turganlardan Alloh rozi bo'lsin. Parvardigorim o'zidan o'ziga muhtoj qilmasin. Tanjolaring sog' bo'lsin. Rahmat, dunyo turguncha turinglar. Bunday yonboshga, bunday so'rang, necha yuzga sovg'a tushdi? Qancha sovg'a tushdi? Bunday yongashiring. Hozir. Yaxshi emas. Bolamiz juda silab. No turibdi-da, zo'rma Kartangizda iloji bo'lsa to'rttadan qaysi bank, qanaqa ism familiya uni aytasiz. Ulangan telefon kilik raqamni aytasiz. Любой davlatdan vizaga tushirsa bo'ladi. Prям tushirsa bo'ladi. Любой, xoh Rossiyadan, xoh Vyetnamdan, xoh Amerikadan tushirsa bo'ladi. Imkoniyati yo'q odamlar duoda bo'lsin, bor odamlar ayamanglar, iltimos. Любой odamning kartasida bilaman 10 ming so'm, 20 ming so'm bo'lsa ham pul bor. Mayli 100 ming tasha olmassiz, mayli 1 million tasha olmassiz. Mayda kichik ehson bo'lmaydi. Muhimi e'tibor. Iltimos, jub bo'lsin oxirgisi. Ko'p cho'zilmaymiz. Bundan keyin tashamoqchi edim deb qolmang. Boshlaymiz.
bahana o'tmaydi. Yuraydan xohlagan odam qanday yo'lidan bo'lsa ham tashlaydi. Uzkartni ham aytasiz, vizani ham aytasiz. Mana bu yerda duoda bo'linglar, qo'ldan kelgancha kartasini pastda yozib turinglar, ism, familiyasi, raqamini ketdi. Sovg'asi borlar ayamanglar akalar, iltimos. Alloh rozi bo'lsin hammalaringdan. Bosdi ketdi. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Assalomu alaykum akalar, ukalar, opalar, singillarim, do'stlarim. Viza kartamiz 41 87 80 00 0076 60 14. Viza karta Boynazarov Navro'zbek chiqadi. Bank. Agrobank. Ulangan nomeri 90lik. Ulangan nomer 90lik 535. 535 38 57. Endi Xumonadi. Humo kartasi do'stlarim, Humo kart 98 60 08 25 59 23. 79 93. O'zaga Chiqarib adashib turgan, ketdi. Chiqarib turibman shuni. O'zaga Qayda? aytib turingda. Adashmaydi. Adashib ketdingiz. Boshidan ayting. Boshidan. 18. 98 60. Vizani chiqarma. Endi o'zbek kartasini ham chiqarib turgan. Rahmat. O'zbek karta 98 60 08 25 79 93 59 23. O'zbek Boynazarov xalq banki. Zirlik. 90lik 839. 839 38 08. Alloh rozi bo'lsin. Bosdik ola. Do'stlar. Ispitaliyadan o'tishimiz kerak u tomondan. Davay! Davay oz-ozdan borichon. Qarab turmanglar, vidushilar. Qarab turmanglar. Sizlar ham savob qilinglar. Faqat yeyishni bilmanglar. Berishni ham bilib o'rganinglar. Qarab turmanglar sizlar ham. Hozir akam kirib yozaman. Hozir bak o'tib Qo'ldan kelgancha. Alloh uchun qilinglar yordam. Bosish kerak bu paytda. Xumo o'z karti yo'qmi? Humo o'z kartam bor. Ayting. Unga tushmay qolyapti-da. Unga u ishlamay qolyapti. Hozir olib kelsin-da. Hozir. Unga qaysi ulangani? Alloh rozi bo'lsin. Bosinglar, akalar. Humo Uzkart Agrobank Visa aralash Osman! 40 73. Rahmat. Agrobank Humo Uzkart Visa hammasi 40 73 42 00 35 74 88 25. Alloh rozi bo'lsin. Agrobank Navro'zbek Boynazarov. Agrobank hammasida Boynazarov Navro'zbek chiqadi. Bu qolganiga chiqsa anaqa qilmanglar do'stlarim. Boynazarov Navro'zbek chiqadi. O'zini ism familiyasiga chiqadi. Akalar, opalar, mana kartalar yozilyapti. Mana bu yerda mana pastlarda ham yozilyapti. Qaysi karta xohlasanglar, qaysi biriga to'g'ri kelsa, musofirda yurgan akalar ham viza bor mana. Xohlagan kli raqam aytilyapti. Kimga imkoniyati bo'lsa, ayamanglar. Alloh rozi bo'lsin. Kim tashayotgan bo'lsa bizga ko'rinmaydi, bizga qarong'i tepadagi ko'rib turibdi. Tamom. Jonlaring sog' bo'lsin. Topganlaring oltin tillo dur bo'lsin. Tamom. Qo'llaringdan kelgancha. Mayda kichik ehsoni bo'lmaydi. Bosinglar, iltimos. Bosinglar akalar. Haytli shu bolaga beringlar. Ketsa boydan ketibdi. Bosinglar. Nomerini ham aytayapti, quloqda yozib turing. Aka, bahana qilmang, nomer aytsin, u aytsin. Hammasini nomeri bilan aytdi. Olay bitta telefon olib kelib, yo bo'lmasa varag'i bilan ruchka olib kelib, quloqda mana bunday qilib turadi, taylamoqchi bo'lgan odam. Tik 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 yozadi-da, telefondan teradida, bo'ldi mana ko'nglim taskin topdi deydi. Tashlamayotgan odam yolg'ondan unaqa yozmang. 3 ta karta aytayapti, 3 ta karta. Ketdik. Bosinglar akalar, bosinglar. Duo qilib turinglar. Malades bavurlar. O'zbek karta 98 60 08 25
7993 59 23. Boynazarov Navro'zbek chiqadi. Xalq banki O'zbek kart Humo. Ulangan nomer Ulangan nomer 90lik 90lik 839 800 ha o'sha 839 o'sha 839 38 08. o'sha nariginga tashtirdik. Navruzbek chiqadi. Navro'zbek Boynazarov chiqadi. Hayajonlanmang jigarim, hayajon. Sardor og'ajon to'g'risi, joni sog' kutilmaganda og'ajonim to'g'risi. Joni sog' bo'lsin. Allohim yerdagi elchisi og'ajonim. Yuzlab insonlarga yaxshilik qilgansiz og'ajon. Alloh rozi bo'lsin sizdan. Joni sog' bo'lsin. Xalqimizga rahmat. Mana shu yerda mehribon insonlar turibdi. Jonlari sog'. Albatta sababchi bo'lganlarga ham rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Allohga qasam haqlaringga duodaman do'stlarim. Ko'pchilik aytadi, uyini sot. Bu do'stlarim Sardor og'a, Azbek aka ham o'zi ham kelib tekshirsin. Bu uy bizniki emasda, o'rdilik uy bu narsa. Sotishga, ijaraga qo'yishga ruxsat yo'q. Hali men kasal nogironligim uchun ijara to'lanmayman-ku. Keyin subsidiya ham oladigan bo'lsam 4 million 5 million subsidiya ham to'lanmayman-da yangi uyga. O'shaning uchun ko'chada qolmasligi uchun anaqa davlat qarmog'idagi narsada bu narsa. Ko'pchilik bilmasdan yozib ana qilishadi. Uchala kartaga ham qarang qancha tushganini aytingiz. Bo'ldi og'ajon. Bismillahirrohmanirrohim. Hozir. Sardor og'a, busiga 18 million 414 ming tushibdi. O'zbekka. Mashalloh, Alloh rozi bo'lsin do'stlarim. Manisiga 2 million narigisiga. Haligi yana bitta o'zbek karta agro viza universal bor edi-ku, unga 2 million 134 ming tushibdi. 20 million tashdi. Aha. Viza kartaga 200 dollari 217 dollar tushibdi. Nimaga u dollarda ko'rsatadimi? Aha, dollarda ko'rsatadi, o'zi dollarda ko'rsatadi. Alloh rozi bo'lsin. Kim tashlayotgan bo'lsa, kim yordam qilayotgan bo'lsa, umumiy hisobda sog'ayingizni bitta ozi tortinchi boshqa. Hozir bo'lsa-ga. Qani 33 ga. 33 ga bo'pti og'ajon bu, 33 ga bo'pti. 200 bo'lsa 20 million 230 dollar va 270 dollar dedingizmi? 270 217 dollar. 220 dollar bo'lsa 220 350 dollar bozorga 150 dollar 500 dollar 200 dollar 730 million so'm pul tushibdi Navruzbek. Umumiy hisobda. Og'ajonim, Sardor og'am rahmat. Biz buni og'ajon ana 56 millionni og'ajon salkam bir oyda yig'diyda og'ajonim. Joni sog' bo'lsin siz. Joni sog' bo'lsin og'ajonim. Alloh rozi bo'lsin. Haqlaringga bitta chiroyli duo qilib qo'ying Sardor og'a, joni sog' bo'lsin. Xalqqa bitta ayting, xalqqa duo qiling, tamom. Hammani. Auzubillahi minash shaytonir rajim. Bismillahirrohmanirrohim. Ey Parvardigorim, Qodir Allohim, ehsonga hissasini qo'shgan jamiki bandalaringni Alloh o'zing rozi bo'lgin. Shu qilgan ehsonlarini dargohingda qabul aylagin. Allohim, roza Ramazon oyida, hayit kunida Allohim qo'ldan kelgancha ehsonga hissasini qo'shgan bandalaringni o'zing rozi bo'lgin. Bilib bilmasdan qilgan xatolarini, gunohlari bo'lsa Alloh o'zing kechirgin. Qalblaridagi nimaki yaxshi orzu-niyat, maqsad, tilaklari bo'lsa Allohim ro'yobga chiqargin. Bemorlari bo'lsa Alloh dardlariga shifoi komil bergin. Baxt talablarga baxt bergin. Farzand talablariga Alloh qilgan ehsonlari haq hurmati shirindan shakar o'g'il qiz farzandlar bergin. Ularni umri bilan, rizqi bilan, oyda husni bilan, insof, iymoni, diyonatni bergin. Allohim ishi yurishmayap turganlar ish yo'lini, omad yo'lini, davlat yo'lini ochgan, qarzi bo'ladi mushkullarini oson qilgin. Musofirda ishlab o'qib yurgan bandalaringni Alloh yaxshilarga yondoshtir, yomonlardan uzoqlashtirgin. Musofirda ishlab o'qib yurgan bandalaringni Allohim hamisha o'z panohingda asragin, to'g'ri yo'lingni adashtirmagin. Musofirda ishlab o'qib yurgan bandalaring Allohim qalbida nimaki yaxshi orzu-niyat, maqsad bilan musofir yurtda yurishibdi. Allohim shu orzu-niyat, maqsadlariga erishtirgin. Tez kunda oilasini, ota-onasini bag'riga tani joni sog' bo'lib, boy badavlat bo'lib, yorug' yuzli bilan birlari ikki bo'lib kelishni nasib ro'za aylagin. Allohim qolgan bandalaringni qalbida nimaki yaxshi orzu-niyatlari bo'lsa, Allohim o'zing ko'rib o'tsan, bilib o'tsan. Albatta shu orzu-niyat, maqsadlariga erishtirgan. Allohim ehsonga hissasini qo'shgan jamiki bandalaringni Allohim o'zing rozi bo'lgin. Shu insonlarni o'zlarini, ota-onalarini Alloh bu dunyo va u dunyo o'zini to'g'ri yo'lini adashtirma, o'zingdan o'zgaga muhtoj qilmagin. Allohim shu ehsonga hissasini qo'shgan bandalaringni Allohim hech biriga dard bermagin. Allohim
Robbim menga dard berib sinayapsan, lekin shu bandalaringni Alloh tani jonini sog' qilib, umrini uzoq qilib, rizqini ulug' qilib, ser farzand, ser davlat qilishnakin. Shular qatori Allohim Sardor og'amni ham Allohim tani joni sog' bo'lsin. Qayerda bo'lsa ham Allohim o'zini panohingda bo'lsin, martabasi yuksak bo'lsin. Allohim yuzlab insonlarga hamisha yordam qo'lini cho'zgan og'ajonim, Allohim tani jonini sog' qil, umrini uzoq qil, hamisha o'z panohingda asragin. Yaxshiga yondoshtirib, yomondan uzoqlashtirgin. Ehsonga sababchi bo'lgan Azbi akamdan ham, Boburjon akam, jamiki insonlarni Allohim o'zlarini, ota-onalarini Alloh bu dunyo va u dunyo o'z panohingda asragin. Yaxshi ko'rgan, sevgan, suygan bandalaring qatoridan ayirmagin, o'zingdan o'zgaga muhtoj qilmagin, to'g'ri yo'lingdan adashtirmagin. Allohim bu dunyoda qilgan har bir ezgu, yaxshi amal ishlarini Allohim u dunyoda jannatda quradigan qasr uylarini bir poydevori qilgin, jannatlar bilan siylagin. Allohim payg'ambarlarimizga qo'shni qilib qo'ygan Robbim, ey mehribon zot, qodir Allohim, ehsonga hissasini qo'shgan jamiki insonlarni qalblaridagi go'zal orzu niyat maqsadlariga erishtirgan Allohim, Sardorbek og'ajonim, Allohim hamisha panohida bo'ling og'ajonim. Ehsonga hissangizni qo'shdingiz, joningiz sog' bo'lsin og'ajon. Allohga qasam, o'lgunimgacha haqqingizga duolaman og'ajonim. Sizdek farzand o'stirgan sizning ota-onangizga rahmat. Sizdek sababchi farzand o'stirgan og'ajonim. Hamisha Alloh taolohim yuzingizni yorug' qilsin, yuzingizni issiq, so'zingizni o'tkir qilsin. Erkak boshingiz egilmasin. Qodir Alloh do'stga zor, dushmanga xor qilmasin. Parvardigorim, mehribonim, Allohim qayerda bo'lsangiz ham Alloh panohida bo'ling og'ajonim. Rabbana atana fid dunyo hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azobannar. Allohim birlaringga ming bersin, o'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin. Allohu akbar. Sardor og'a, Yengil o'rniga. og'ajonim rahmat. Allohim yerdagi elchisi rahmat. Hozir kartangizni zapisi oldim turibdi. Efirdan keyin $500 o'zim tashlab qo'yaman. $500. Joningiz og'ajon, undan ortig'ini qildingiz Sardor og'am, rahmat. Og'ajon bunchani joningiz Hamma yana bitta deyapti, hamma shoshmang, bitta gaplashib olaylik. Akalar, yana deyapmiz, lekin sal haydamayapmiz. Shuncha odammiz bosmayapsizlar ham. Bir yurakdan taylamayapsizlar ham. 5000 dan taylasa 50 million bo'lib ketadi 10 ming odamning puli. Jon akalar, sal e'tiborli. Mayli, bir raund mayli. Bir raund sizlar nima desanglar, xalq qulimiz biz. Bir raund ketdi mana xalq istak talablari uchun. Bosing. rahmat. Rahmat azizlarim, rahmat. Rahmat. Kartalar aytavering, ketdi. 9860 O'zbek karta 9860 0825 79 93 59 23 ulangan nomer. Yo'q, Xalq banki. Xalq banki Navruzbek Boynazarov chiqadi. Ulangan nomer 90lik. Ulangan nomer 90lik 839. 839 3808. Endi visa. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Visa kartamiz 41 87 80 00 0076 60 14 Navruzbek Boynazarov chiqadi. Agrobank. Agrobank Ulangan nomer. ulangan nomer 90lik 535 38 57. Alloh rozi bo'lsin. Allohim yerdagi elchilari rahmat. Jonlaring sog' bo'lsin, umrlaring uzoq bo'lsin. Rahmat. Молодец, yaxshi bola ekan. Davay, yana kartani ham. 3-kartani ham bosing. 3-karta. Mana do'st, 3-kart Agrobank, Visa, Humo, Uzkart hammasi bitta ekan. 40 73 42 00 35 74 88 25. Agrobank. Agrobank, Visa, Humo, Uzkart ekan. Navruzbek Boynazarov do'stlar. 3ta karta aytildi. Eshitmaganlar uchun pastda yozilyapti ham, be'tibor bo'lmaydi. Oxirgi raund. Ularni talak, istak, talaklaring uchun yo'llang sog' bo'lsin. Sizlar nima desanglar shu bo'ladi. U tomonga. Botirbek, nimangiz bo'lsa o tomonga o'ring birar. Kimni sovg'asi bo'lsa ayammasin. Pabratik tog'alar yorayapsizlar. Qo'ldan kelgancha bossinglar qani onasini emsin.
u tomonga, Rossiya, u tomonga, bratan, u tomonga, brat. U tomonga, aka, bitta gul bo'lsa ham. Qani ishmasmi 4,5 minutda? O'tib beringlar, iltimos. Iltimos, oz-ozdan o'tib beringlar, iltimos. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Rahmat. Bizni yo'qlaganlarda Alloh yo'qlasin. Rahmat. Rahmat. Qanjonlaring sog' bo'lsin. Rahmat. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Xabar. Ehsonni mukofoti ehson bo'ladi. Xudo xolasa kim ehson qilgan bo'lsa, ertadan hamma joyga ishlari yurishib ketadi, xudo xolasa. Zo'r bo'ladi. Nasib yengil bo'ladi, odam bor-ku. Inshaalloh. Rahmat. Albatta qanjonlaring sog' bo'lsin. Almatov bratan aytayapti, telefon nomeri bilan kartalaringizni yana bittadan uchovini ham qaytaringlar, akalar. Uchovi. Bir minut cho'zmang. Bu tomon, o tomonda o'tirgan insonlar tashlamoqchi bo'layotganlar, qog'oz bilan ruchkacha olib kelib birinchi kartalarni yozib olinglar. Keyin bunisi bo'lmasa bunisi, bunisi bo'lmasa bunisi, bunisi bo'lmasa bunisi. Qo'ldan kelgancha, o'g'alar, qo'ldan kelgancha. Shunday qilsak ham bo'ladimi? Davay, boshlang. Oxirgi marta qaytaring. Uchalasi shoshilmang. Shoshilmang. Asta. Xo'p bo'ladi. Do'stlar, Agrobank, Visa, Humo, Uzcard uchovsi bitta ekan do'stlarim. Agrobank, Visa, Humo, Uzcard 40 73 42 00 00 35 74 88 25 Agrobank, Uzcard, Visa, Humo. Navruzbek Boynazarov chiqadi. Narigisini ayting, vizani. Visa do'stlarim, Visa. Visa do'stlarim. Rahmat. Hozir 41 87. Visa kart Agrobank, Visa kart Agrobank 41 87 80 00 00 76 60 14 Agrobank. Agrobank Visa Navruzbek Boynazarov Nomeri 90. nomeri 90lik 535 38 57 Navruzbek Boynazarov chiqadi. Ha, o'z Humo karta Xalq banki, shunga nogironlik pensiyam tushadi. Xalq banki Humo 98 60 Ovoz yo'qolib qoldi sizda. Telefon qilishyapti. Telefon qilib qolishdi. Humo karta Xalq banki 98 60 08 25 Qilmanglar, telefon qilmanglar, efirda o'tiribdi-yu, qaysi insofsiz qilyapti. Sizlar kilidan pul taylagani nomer aytsa, sizlar unga telefon qilyapsizlar. Mana insofsiz insonlar. Birov rizqini qiyib, tavba qildim, astag'firulloh. Ko'rolmas bandalar, biz insonmiz, lekin inson emasmiz, o'tayam hayvonmiz degan mana shu bo'ladi. Ba'zi bir insonlar bor, undan hayvon yaxshidir, mana. Ba'zi bir insonlar bor, undan hayvon yaxshidir. Bu bechora pul tashlayotgan nomerini aytsa, ba'zi bir haromlar telefon qilib efirini, ehsonini to'xtatishdi. Jonlang sog' bo'lsin. Og'izga oson 30 million so'm pul. Bitta odam 1 yil ishlash kerak bu pul uchun. 30 million pul uchun bitta odam 1 yil ishlash kerak. Lekin biza 10 minutda beryapmiz shu pulni. Jonlang sog' bo'lsin. Borlaringga shukr. 10 minutda ichida 30 million pul berib yoribsizlar. Qanaqa bir kuchli insonsizlar, ko'z tegmasin. Hozir ham 40 million, 50 milliondan oshib ketdi pul. 40 million, 50 milliondan pul oshib ketdi hozir.
40-50 milliondan oshib ketdi hozir. Azizjon chiqqani. Rahmat sizlarga, rahmat. Sizlarga rahmat. Ko'p yashanglar. Million yil yashanglar. Milliard yil yashanglar. Endi akalar. Telefon qilib qotirib qo'yishdi. Qotib qoldi ular. Akalar ular qotib qoldi. Endi qani 50 millionga yaqin chamay-chut qildim. 50 millionga yaqin chamay-chut qildim. Bitta aka ham yozyapti, 5 marta tashladim Sardorjon. Alloh rozi bo'lsin aka. Joningiz omon bo'lsin. Dunyo turguncha siz turing. Qani qo'limizni bitta duoga ochamiz. Ey Allohim, bir oy ro'za tutgan akalar opalarga ajrini o'zing ber. Mana ro'zani oxirgi kunida va ro'za boshlangandan buyon o'zimiz xalqimiz ichida 100 ga yaqin, 50 dan ko'p insonga mana shu xalqimiz bilan birgalikda ihsonlar qilib, buyuk ishlar qildik. Shu insonlarni uyidan fayz va barakani ayama. Farzandsizlarga farzand ber. Davlatsizlarga davlat ber. Hech kimni zoriqtirmasin. Faqat o'zingga muhtoj qilgin, o'zgaga emas. Xudo xohlasa uylanmaganlar uylansin. Erga tegmagan, turmushga chiqmagan singillarimiz turmushga chiqsin. Jamiki ro'zada nimaiki niyat qilib, nimaiki tilak qilib ro'za tutgan insonlarning hammasiga niyatiga yetkazsin. Xudo xohlasa kelgusi ro'zani mana shu kunida har bittamiz Bugatti'da, Range Rover'larda, Cadillac Escalade'larda, Lamborghini Ferrari'larda ro'zani kutib, ro'zani tutib olaylik. Xudo xohlasa eng yomon kunlarimiz shunday bo'lsin. Ihson qilgan insonlarni martabasini Allohim baland qilsin. Nasib bo'lsa Xudo xohlasa O'zbekistonimizda bitta ham qiynalgan inson qolmasin. Hech kimni zoriqtirmasin. Meni qo'llab turgan jamiki insonlarni Allohimning o'zi qo'llasin. Men sizlarni yaxshi ko'raman. Allohim sizlarni yaxshi ko'rsin. Amin. Allohu akbar. Rahmat. Borlaringga shukr. Men sizlarga boshqa gap gapira olmayman. Ya, ne знаю, boshqa umuman gapira olmayman. Bunaqa gap men muzladim hozir. Ya ve shoki. Kutmadim. Ko'ryapsizlarmi qanaqa bir mehribon insonsizlar? Ko'ryapsizlarmi? Qanaqa bir mehribon insonsizlar? 50 million pul 15 minut ichida. Men hozir $500 tashiyman Dabavishni. Dabavishni $500 tashiyman. Hozir Alloh roziligi uchun atadim shu bolaga. Efirlarimiz bugungi yoqdimi? Hamma davolni bo'ldimi efirdan? Batili ham, g'alabasi ham, mag'lubiyati ham, ihsoni ham bir chiroyli zo'r kinoda bo'ldimi? Menga endi ruxsat. Iltimos, ozroqgina dam olay. Bitta gap aytib qo'ymoqchiman. Sizlarni yaxshi ko'raman. Sizlarni yurakdan yaxshi ko'raman. Yurakdan sizlarni hurmat qilaman. Ustimdan kuldi bir ikkitalari, kasal bo'lib qoldim, efirga chiqa olmay. 3 kun to'rkillab, hech kim xabar olmadi. Kuching sog'misan? Yaxshi bo'ldingmi deb mendan xabar olmadi. Lekin mana shu xalq mendan xabar oldi. Akalar, charchadim. Ertangi 22:00 kutinglar. Bundan zo'rlari hali oldinda. Sizlarni yaxshi ko'raman. Eng zo'ri sizlar. Menga ruxsat, iltimos, charchadim. Yuraysizlar, rahmat. Salomat bo'ling. Soat 4:00 uxlab qolmasanglar, O'zbekiston vaqti bilan soat 4:00 da davom etamiz. 2 soatgina choy ichib davom etamiz.